Ertaga tunda Real Madrid Yevropa Chempionlar Ligasida Manchester City bilan 1-8 finalning birinchi o'yinida ishtirok etadi. Ushbu dahshatli o'yin oldidan Realda yo'qotishlar talaygina bir qancha yulduz futbolchilar maydonga tushmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli Real Madrid yangiliklari kanali qadrli obunachilari, aziz futbol muxlislari. Sizlar bilan yana bir necha oylik tanaffusdan so'ng g'oyibona ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Aziz do'stlar, bugundan biz yana qaytdik. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz boshladik. Ertaga tunda bo'lib o'tadigan Real Madrid Manchester City o'yinini jonli efirda va gollarni tezkorlik bilan tomosha qilishni istasangiz, unda siz bizning Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalda tezroq obunachilarimiz yig'ilsa, biz pulli konkurs qilamiz. Albatta, Telegramga obuna bo'ling. Telegramga o'tish manzili kommentariyada ko'rsatib qo'yilgan. Real Cityga qarshi o'yin oldidan asosiy himoyachisining jarohat olganligini ma'lum qildi. Real Madrid klubi matbuot xizmati jamoaning asosiy chap qanot himoyachisi Alvaro Carreras jarohat olganligini ma'lum qildi. 22 yoshli ispaniyalik futbolchida o'ng oyoq boldir mushagi jarohati aniqlangan. Uning tiklanish muddati hozircha ma'lum qilinmagan. Realga o'tganidan keyingi ilk mavsumida Carreras barcha musobaqalarda 34 uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol urdi va 2 ta assist amalga oshirdi. 11-mart kungi Real Madrid Chempionlar Ligasi 1-8 finalining ilk uchrashuvida Manchester Cityni qabul qiladi. Ushbu uchrashuvda Alvaro Carreras maydonga tushmaydi. Kylian Mbappe qaytdi. Kylian Mbappe Real Madridning mashg'ulot maydoniga qaytdi. Bu Yevropa Chempionlar Ligasi chorak finalida Manchester Cityga qarshi o'yin oldidan muhim qo'llab-quvvatlash bo'ldi. U Parijda tizza jarohati uchun konservativ davolanishdan o'tgan, ammo Valdebebasdagi mashg'ulot bazasiga qaytgani bosh murabbiy Alvaro Arbeloa uchun imkoniyat ochdi. Mbappe to'liq jamoa mashg'ulotlarini bajarmagan. U asosan fitness murabbiyi Sebastian Davillas bilan yugurish mashqlarini bajargan. Birinchi o'yinda ishtirok etishining ehtimoli kam, chunki u shaxsiy tiklanish rejasini davom ettirmoqda. Yaxshi yangiliklar ham bor. Antonio Rudiger to'liq mashg'ulotlarga qaytdi va Manchester Cityga qarshi o'yinda ishtirok etishi kutilmoqda. Eduardo Camavinga og'izdagi infeksiyadan sog'ayib asosiy jamoaga qaytdi. Real Madrid mashg'ulotlarining so'nggi bosqichlariga keldi, faqat 17 ta asosiy futbolchi tarkibda qolmoqda. Mbappe sog'lig'i kundan kunga nazorat qilinmoqda, ammo klub u 100% tayyor bo'lmagunga qadar uni xatarga qo'ymoqchi emas. Realni boshqarish uchun argentinalik mutaxassis nomzodi ilgari surilmoqda. Real Madrid klubi keyingi mavsumda Alvaro Arbeloani almashtirish uchun nomzodlar ro'yxatiga murabbiy Mauricio Pochettinoni kiritdi. Bu haqida ESPN ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida xabar berdi. Manba ma'lumotlariga ko'ra, klub yangi murabbiy lavozimiga turli nomzodlarni ko'rib chiqmoqda va Pochettino prezident Florentino Perez tomonidan yuqori baholanayotgan murabbiylardan biridir. Hozirda Mauricio Pochettino AQSh terma jamoasini boshqarmoqda. Alvaro Arbeloa Real Madrid murabbiyi etib 2026-yil 12-yanvarda Xabi Alonsoning ketishidan so'ng tayinlangan edi. Uning rahbarligidagi jamoa La Ligada 27-tur yakuni bo'yicha 63 ochko to'plab turnir jadvalida 2-o'rinni egallab turibdi. Sizningcha Real Madridga Mauricio Pochettino kerakmi? Fikrlaringizni izohga albatta yozib keting.